Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa yangi partiyalarimiz sotuvga chiqdi. Adlerskiy Serebiris. Xo'rozlarimiz faqat xo'rozi bor bizda, makoni yo'q va Andijon qora jo'jalarining makionlaridan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Xudo xolasa Adlerskiylarimizni xo'rozlari hammasi qichqirib qolgan. Ichida 10 dona kichkinasidan bor. Hammasining narxlarini bitta eslatib o'taman, xudo xolasa. Mana Andijon qora jo'jalarimiz klitkalarga ham qo'yganmiz. Andijon qora jo'jalarimizdan 250 dona bor. Bular faqat makion 1% xo'rozi bor ichida. Bu yoqda ham bor. Adlerskiylarimiz xo'rozlari qichqirgan, yirik katta xo'rozlar, faqat xo'roz, buni makioni yo'q Adlerskiyni. Xo'sh, bularning donasi 100 dona. Do'stlar, bularni endi sizlarga ko'p cho'zib o'tirmayman, narxlar haqida eslatib o'taman. Narxlari katta Adlerskiylarimiz 100 ming so'mdan, hammasi qichqirgan, yirik xo'rozlar. Sizga yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Mana syomkamiz 0.6 formatda, eng kichik formatda olinyapti. To'g'ri sizlarga aniq tiniq ko'rinish uchun shu formatda olyapmiz. Yiriklashtirganimiz yo'q. Andijon qora jo'jalarimiz mana. Andijon qora jo'jalarimiz xudo xolasa 3,5 oylik. 3,5 oylik. Bu tepalarda ham bor. O'zlaring baho berasizlar, xudo xolasa. Mana. Bu yoqda ham olib ko'rsataman. Bu yoqda ham xo'roz makiyonlarimiz bor. Hozir hammasi ichida aralash. Adlerskiy xo'rozlarimiz ham. Adlerskiyimizda kichikroqlari ham bor. Mana menga o'xshagan kichikroqlari bor ichida. Mana bular katta. Xo'rozlar qichqirib qolgan xo'roz hammasi. Bunaqa kichiklari ham bor ichida. Do'stlar, bularning narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa, Andijon qora jo'jalarimizni narxi 3,5 oyligini 60 ming so'mdan qilib beryapmiz optimga. Adlerskiyimizda katta xo'rozlarimizni hammasini 100 ming so'mdan qilib beramiz. Juda ham yirik katta xo'roz bular. Ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Nega menga o'xshagan kichiklarini 80 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. 20 ming so'm arzoniga 10 dona bor kichigidan. Qolgan hammasi katta xo'rozlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilinglar. Shtugi kam. Jami 350 dona. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram, Imo. Chet elda yurgan do'stlarimiz, aka-opalarimiz uchun hamma sotsiyetlarni ochib qo'yganmiz. To'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqsalaring ham bo'ladi. Bugungi sizlarga eslatib o'tadigan qisqacha ma'lumotimiz shu do'stlar. Sotuvga chiqardik, xudo xolasa mana. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. So'yib yeydiganlar bo'lishi mumkin xo'rozlarni yoki qaroda almashtiradiganlar bo'lishi mumkin. Bemalol o'zimizning domashniy tovuqlarga ham shu xo'rozlardan qo'yib ko'paytirsanglar bo'ladi. Ba'zi tuxumlarida, zotida o'zgarish bo'ladi. Oddiy tovuqlar bilan qo'shsanglar ham. Xo'rozlarimiz bemalol 3-3,5 kilogacha chiqadi. Kichkina Andijon qora jo'jalarimiz endi xudo xolasa 3,5 oylik, ya'ni 2,5 oyda 2-2,5 oyda tuxumga kirib qoladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.
Sog' bo'linglar. Keyingi video syomkamizgacha.